Narxi nima bo'lyapti? Oshyaptimi, tushyaptimi? 4 xonali tayyor kirib yashaydigan uyi narxi boshlang'ich 75 mingdan boshlanyapti. Shu 4 xonali uyimizda tayyor kirib yashaydigan uy, 2/6 balkon, 84 kvadrat. Uy egalari 75 ming so'rashyapti, yana kelishiladi. Manzil Yunusobod 12-kvartal, liniya metro, lokatsiya infrastruktura zo'r. Keling birgalikda uy ichini ham ko'rib chiqamiz. Qarang, asosiy podyezddan kirish eshigimiz bilan katta to'rt burchak bizda prixoshkamiz ham mavjud. Keling o'ng tarafdan boshlaymiz. Bizda birinchi spalnimiz bo'ladi. Menimcha Yunusobodga shu lokatsiya, shu katta kvadraturaliga 75 ming boshlang'ich narxda zo'r narxda bilaman. Hop, bu yog'imiz esa bizda ikkinchi xonamiz. Bu уже как детскийga moslashgan bo'ladi va bu yoq taraf chap tarafimda esa uchinchi xonamiz. Endi bu как spalnya qilib foydalansangiz bo'ladi. Endi bu egalari как zal qilib foydalanishadi. Keling, to'rtinchi asosiy xonamizda mehmon kutadigan mana shu xonamiz bo'ladi. 520 ga 320 bo'ladi shu xonamiz. Hop, alohida yo'lakchadan koridordan biz yuradigan bo'lsa, sanuzel, oshxona, balkonga chiqib ketamiz. Mana qarang, bu yog'imiz esa bizda hojatxona bo'ladi. Bu yog'imiz esa bizda hammom, shu bilan biz oshxonaga chiqamiz. Balkon bilan oshxona oraliq ochilgan. Mana balkonimiz ham 2/6, oldi orqa reshetka, bolalar bezopasnostgacha ham qilingan va bu yog'imiz mana qarang qanaqa go'zal, tapchan. Oilaviy o'tirib, ovqatlanib, televizor ko'rib, tayyor issiq choylarni uzatib ichib dam olaverasiz. Narx boshlang'ich egalari 75 ming so'rashyapti. Albatta kelishtiriladi. Uyimiz yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yishingiz qolmasin.